Endi bu misolda boshqacharoq, x bu yerda cheksizga intilyapti. Same problem but x approach to infinity here. Endi bunda boshqacha. Bu yerda 0 taqsim 0 holat bo'lmaydi. E'tibor bersanglar, bu yerga cheksizni qo'yadigan bo'lsak, ikkalasi ham cheksiz bo'lyapti. Polinomiallarda bir nimani o'rgangandik. Qachon limit exist bo'ladi? Qachonki darajalari teng bo'lganda. Misol uchun, mahrajning darajasi nechi? Degreesi 3. Suratning darajasi nechi? Buni degreesi 1. Demak, mana bu mahraji tezroq o'sadi bundan ko'ra. Agar cheksizni qo'yadigan bo'lsam, 0 bo'lib qoladi. Lekin b 0 bo'lishi mumkin emas degan. Shuning uchun ham bunaqa polinomial holatlarni ko'rsanglar, cheksizga intilganda doim darajasi teng bo'lishi kerak. Misol uchun, mana bu x kub, to'g'rimi? Lekin bunda x kub yo'q. Demak, men mana bu x kubni yo'qotishim kerak. Shunda bu yo'qolib, bu yoqda darajasi 1 qoladi, bu yerdan darajasi 1. O'shanda limit exist bo'ladi. Misol uchun simple example olaylik. X intilgan cheksizlikka x plus 1 bo'lingan x kvadrat plus x plus 2 deylik. Mana shu simple example, to'g'rimi? Bu holatda nima qilardik? Surat va mahrajning eng katta darajalarini tanlab olardik. Bunda x pastda x kvadrat, qisqartiradigan bo'lsak 1 taqsim x bo'ladi. Cheksizni qo'yadigan bo'lsak 0 bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, agar mahraji suratning darajasidan katta bo'lib ketsa 0 chiqadi. Agar xuddi shu problemni teskarisini oladigan bo'lsak, agar surati mahrajidan darajasi katta bo'lsa, bu holatda cheksiz chiqadi. Eng katta darajalarni olaman, yana nisbat qilamiz. Limit x cheksizlikka intilgan x bo'ladi, cheksiz qo'ysanglar cheksiz. Ko'rib turganinglardek, bunda cheksiz javob chiqdi. Agar ikkalasi teng bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bunda konstant son chiqadi. Misol uchun, limit x cheksizlikka intilganda 2x kvadrat plus 1, bu yerda 3x kvadrat plus 1 deylik. Ikkalasining darajasi teng. Eng katta darajalarni olaman koeffitsentlari bilan va nisbat qilsak 2 taqsim 3. Ko'rib turganlardek, konstant son chiqdi. To'g'ri, bu yerda ham konstant son chiqyapti, lekin shartiga e'tibor bersalar, bu yerda b 0 ga teng emas degan. Shuning uchun bu holatini ko'rmaymiz. Cheksizga keladigan bo'lsak, cheksiz bu constant emas. Not constant. Okay. Demak, misolimizga qaytadigan bo'lsak, bizda mahraji eng katta darajasi 3, bu yerda 1. Agar cheksizni qo'yadigan bo'lsam 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun ham mana bu kubni yo'qotishim kerak. Kubni yo'qotishimiz uchun demak a 1 bo'lishi kerak. Shunda limitimiz nimaga o'zgaradi? X cheksizlikka intilganda -2x plus 2 1 qo'yganimizda x kub 0 bo'lib ketadi, x plus 1 qoladi. Bu simple. Mana endi darajalari teng. Degreesi 1. Degreesi 1 bunda ham -2 ni 1 ga bo'lsak, mana bu oldida koeffitsiyentiga -2 chiqar ekan demak. B. Bu b ga teng. A plus b ni qiymatini so'ragan. A 1 ga teng. B esa -2 ga teng. Demak, -1 javob bo'ladi.